Xo'sh, qayerga o'rgandik? Demak, taklifga ta'sir etuvchi omillarni o'rgandik. Taklif beruvchi sig'i bo'ylab taklif beruvchi sig'i bo'ylab harakatlanish va siljish. Ya'ni bu taklifning oshishi va kamayishi. Demak, taklif beruvchi sig'i bo'ylab harakatlanish va siljishi narxning o'zgarishi. Ya'ni S chiziqni, ya'ni taklifimiz taklif miqdori o'zgarganda siljiydi. Ya'ni agargina taklif chiziq qachon siljiydi, ya'ni oshishi yoki kamayishi narxga bog'liq. Demak, agar taklif oshishi o'ngga siljiydi, talab bilan taklif ikkalasi bir xil. Agar ikkalasi ham oshsa o'ngga siljiydi, kamaysa chapga siljiydi, pastga qarab. Buni ko'rishingiz mumkin. Demak, kamayish mana chapga siljiyapti, ko'payish esa o'ngga siljiyapti. Qiymat yetuvini pastlaman. Bu mana gorizontal bo'lib qiymat joylashuvi mana o'zgaryapti. Narxlar esa mana taklif beruvchi sig'ini siljishi. Ya'ni taklif ko'payishi mumkin bo'lgan sabablari bor o'zgarishi. Demak, ishlab chiqarish xarajatlarining pasayishi. Ishlab chiqarish xarajatlarining pasayishi oqibatida mahsulotni ko'proq ishlab chiqariladi va ko'proq sotiladi. Texnologiyalarning rivojlanishi, ya'ni o'sha yerda siz oldin 50 ta mahsulot ishlab chiqargan bo'lsangiz, texnologiyangizni rivojlantirasiz va bu 100 taga ko'payishi mumkin. Demak, boshqa tovar narxlarining pasayishi. Demak, boshqa tovar narxlarining pasayishi bu ta'sir o'tkazadi. Demak, soliqlar stavkasi pasayishi yoki subsidiyalarning ajratilishi. Ya'ni qachonki soliqlar sizga kamroq qo'yilsa, siz ko'proq ishlab chiqarasiz, davlat organlari xarajatlar kamayadi. Xo'sh, narxning pasayishi to'g'risidagi taxminlar. Demak, narx pasaysa, sotuvchilar ko'proq sotishga harakat qilishadi. Xuddi xaridorlar narx oshsa, ko'proq sotib olishgandek, ular ham narx pasaysa, ular ko'proq sotishadi. Demak, tovarni bozorga yetkazib beruvchilar sonining ko'payishi. Ya'ni bu yerda sotuvchilar soni ko'paysa, o'rtada raqobat yuzaga keladi. Taklifda sotuvchilar kamroq narx qo'yib, ko'proq mahsulot sotishga xarajat qilishadi. Ya'ni maqsad bu yerda o'zini tovarini tugatish, ya'ni daromad topish. Endi demak, o'sha taklif bo'yicha ko'rsak, bir oy davomida unning yakka taklif miqdori demak, yakka taklif bir kishi bir oy davomida 60 kg sotib olsa, endi bu undan tayyorlanadi. Demak, bu ehtiyojimiz ancha yuqori. Bir oy davomida uning bozor taklif miqdori esa uni o'sha bozordagi iste'molchilar tomonidan uning qancha sotib olgan miqdori. Aytib berishingiz mumkin, narx pasaysa, uning ham uning miqdori ham ketyapti. Ya'ni bu to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjud degani. Endi bozor muvozanat narxini ko'radigan bo'lsak, bozor muvozanat narxi qachon yuzaga keladi? Talab va taklif ikkalasi miqdori bir miqdorga kesishgani teng bo'lgandagina bozorda muvozanat yuzaga keladi. Demak, xo'sh, narx va ishlab chiqarish hajmini aniqlash. Demak, muvozanat narxi va ishlab chiqarish bu, demak, tanqislik bu bozorda ikki xil holat yuz berishi mumkin. Mahsulot haddan tashqari yuqori, ya'ni tanqis. Xo'sh, demak, muvozanat narxi va ishlab chiqarish, demak, tanqislik va ortiqchalik sharoitida narxning o'zgarishi mumkin. Ya'ni ortiqcha mahsulot yuzaga kelsa, ya'ni isrofgarchilik bo'lsa, narx pasayadi. Agar yetishmovchilik, ya'ni tanqislik bo'lsa, narximiz qiymati oshadi. Misol uchun, ikkita holat bor, ya'ni tanqislik va ortiqchalik. Demand, ya'ni talabimiz taklifdan ko'p bo'lsa, tanqislik yuzaga keladi. Ya'ni sotuvchilar 10 tonna mahsulotni o'zi talabgorlar, ya'ni iste'molchilarga taklif qiladi. Lekin bu yerda iste'molchilar 20 tonna mahsulot so'raydi, lekin bu yerda sotuvchi maksimum 10 tonna bera oladi. Bu yerda talabimiz qiymat taklifdan oshib ketyapti. Bu yetishmovchilik bo'ladi, ya'ni tanqislik bo'ladi, narx bu yerda oshadi. Ortiqchalik, demak, sotuvchilar 15 tonna mahsulot taklif qilishadi. Bu yerda esa talab o'sha mahsulotga 10 tonna. Yuqoridagi holatlar teskarisi, ya'ni narx tushadi. Ya'ni bu yerda ortiqchalik yuzaga keladi. Demak, o'sha ikkita holatimiz bizda muvozanat narxining qay darajada muhimligini ko'rsatib beradi. Endi narx va ishlab chiqarish hajmini aniqlash. Demak, xo'sh, tovarning minimal va maksimal narxlari bor. Ya'ni bu davlat bozorda narx shakllanishiga aralashuvi minimal va maksimal narxlar belgilash orqali amalga oshiriladi. Ya'ni agar davlat tomonidan o'rnatilgan maksimal narx bozordagi muvozanat narx
darajasi pastda bo'lsa, tovarda taqiqchilik kuzatiladi. Agar davlat narxining minimal darajasini belgilasa va u bozordagi mavjud narxdan, ya'ni o'sha minimal narximiz mavjud narx darajasidan balandroq tursa, tovarning ortiqcha ishlab chiqarish miqdori yuzaga keladi. Ya'ni mavjud narxidan minimal narx yuqori turibdi. Bu ishlab chiqaruvchilarga yaxshi, ular ko'proq mahsulot ishlab chiqaradi, lekin bu yerda talabimiz qiymati taklifdan tushib ketadi. Shuning uchun bu yerda ortiqcha ishlab chiqaradi va narx tushib ketishiga olib keladi bu narsamiz. Demak, talab miqdori va taklif miqdori o'rtasidagi nisbatan o'zgarishi bozor muvozanati. Mana bu ko'rishingiz mumkin. Bu yerda talab demand va taklif chiziqlari kesishgan nuqta bu bozorimizning muvozanat nuqtasi deb o'rganiladi. Demak, talab miqdori taklif qilingan miqdorga teng bo'lganda muvozanat yuzaga keladi, ya'ni narxlar teng bo'ladi, qiymatlar ham shunday. Demak, agar bozorda narx muvozanat darajasidan farq qilsa, bozor kuchlar uni muvozanatga olib boradi, ya'ni bozordagi sotuvchi va xaridor o'rtasida muvozanat yuzaga kelishi kerak davlat tomonidan. Xo'sh, belgilangan narxlar, ya'ni minimum va maksimum narxlar. Minimal narx mana ko'rishingiz mumkin, belgilangan bozor muvozanatidan past turibdi. Bu yerdagi bu maksimal narx. Endi minimal narx qo'yadigan bo'lsak, bu bozor muvozanatidan yuqorida turibdi bu minimal narx. Ya'ni bu yerda ortiqcha ishlab chiqargan mahsulot yuzaga keladi minimal narxda, maksimal narxda esa bu yetishmovchilik yuzaga keladi. O'sha ikki holatda bozorga belgilangan narxlar orqali ta'sir etishi. Demak, bozor mexanizmi faoliyatga aralashish va narx muvozanat darajasiga balandroq yoki pastroq darajaga belgilash. Bu davlat tomonidan amalga oshiriladi. Narxlar va o'sha turlarda ijtimoiy tenglik va shunisi davlat tomonidan muhofazaga olinadi desa bo'ladi. Demak, narxning maksimal darajasi bu nima? Inflyatsiyani jilolaydi, ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun qo'llaniladi. Ya'ni bu narxning maksimal darajasi. Agar biza inflyatsiya, ya'ni pulning qadrdonish oshib ketsa, narx oshib ketadi, ya'ni ko'tarilgan mahsulotlarning narxlari. O'shaning uchun bu narxning maksimal darajasini qo'yadi, ya'ni mahsulot bitta mahsulot turibdi, siz uni maksimum qiymati 10 ming bo'lsa, 10 mingdan qimmat sota olmaysiz bu mahsulotni. Bu inflyatsiyadan oldini oladi. Endi oqibatlar, navbatlar, qora bozor, talonlar, kartoshka oldi olinadi. O'sha bo'lmaydi. Demak, narxning minimal darajasi. Siz o'sha mahsulotingizni 5 ming bo'lsa minimal darajasi, 5 mingdan kam sota olmaysiz. Bu davlat tomonidan qat'iy belgilab qo'yiladi. Ya'ni milliy ishlab chiqaruvchini qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy masalalarni hal etish, minimal haqqi uchun o'rnatiladi. Taklifni cheklash, tovardan foydalanish yangi yo'llarni aniqlash, davlat tomonidan tovarning ortiqcha miqdorini sotib olish. Minimal narx bilan shuni so'raydi. Xo'sh, shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ya'ni talab va taklif haqida gaplashdik. Keyingi darslarimizda esa bu talab va taklif egil chiziqlari haqida vaqtinchalik to'xtalib o'tamiz.